yaxshi chiqayotganmidi uqmadim. Chunki boshroq gapyapman, kech oldi bolam uyg'otib o'tmay deb. Shunga bugun shu ozroq so'zlab qo'yay dedim. Chunki har kun g'animat, har bir hayot, har bir nafas g'animat. Bugun ketib qolsak, ovozimiz bo'lsin saqlanib qoldi. Xalqimiz ko'z ko'rdi, ko'misi bolalarimiz ko'rdi. Xudoyim bo'lsa avlodlarimiz ko'rdi. Shunga fursat chiqqanchada mushu mazmun ishlalay dedim. Ovozim qanday chiqayotganini uqmadim. Chunki boshroq gap qilishni o'ylash aqlimsam bo'lmaydi. Bolamni uyg'otmayman. Mumkin shu ancha muncha sizib chiqdim chiroyini, chunki birsi kashf ketdik. Butun bir kun aldirashliqda arg'in chiroy, undan keyin ma'vo bolamni uxlatib, aram bir telefonni qo'limga olgan vaqtimda shu ba'zi mazmunlarni ko'rib yig'lab ketdim. Shunga yig'i chiroy, shunga ancha muncha qash ko'zim sizib chiqdim. To'g'ri tushunasizlar? Badbashara ko'rinib ketmaydi-chi. Yelima qaratligan oz emas. Azroq olsa badbashara ko'rinmaydi. Qirib qolgan joyda qanday qilsam men. Ma'nozlar sanglab qirib. Ammo ishqisi yo'q. Men degandek har bir hayot, har bir kun, har bir nafas g'animat. Shu davomli mushta mazmunlarni ana tilimizda mayli nimil temil bo'lsin, mazmunlarni ko'proq ishlasak, ana tilimizni saqlanib qolishida yordam bo'ldi, kichkina yordam bo'ldi. Tama ko'l bo'lar deb shu to'rdagi ana tilimizga mazmunlarni ko'payishiga to'p qo'shilib, shu ana tilimizni saqlanib qilishida zo'r rol o'ynaydi deb qarayman. Azroq bo'lsa mening to'pam bo'ladi deb o'ylayman. Shunga davomli mazmunlarni ishlayman. Xudoyim bo'lsa chiqroq fursatlar bo'lsin menga. Bugun hamda uslubim bo'yicha, xosligim bo'yicha taqotuq mazmunlarni ishlay, undan. Ammo ko'rayotganlardan biri bo'libdi. Kimligini uqmadim, ammo ovozim chiqayotganda shuni bir aytib o'tsangiz bo'lsa. Rahmat. Bugungi shu boya nimaga yig'ildim shunday, shu bir videoni ko'rib, kichik umoq bolalarning dadasini ko'rib, dadasi ishga ketib qaytib kelganchada dadasini bir kun sog'inib, unga dadasini ko'rganchada shunchalik xo'shib yig'lab ketgan ko'rinishlar bor ekan. Unga kishilarning yig'ib onalarining tatgan videolari aşağı chiqarib yig'ib uni chiqarib qo'yibdi ekan. Shunchalik ta'sirlik, shunchalik kuyimlik ichimni shunda og'ritdi-da. Hem hayacanlandırıp şuna qarab ko'z yoshim chiqyapti. Chunki men 40dan oshdim. Atam opam ayrılib ketgili. What's up? Ayrılib ketgili atam opamni ayrılg'ili 20 yil bo'ldi. To'g'ri, vaqtim tez o'tgan. Men 40dan eshitmi, hozirgacha atam opamdan seg'inman, shuncha uzoq ayrılibmi? Ayrılg'ili shunchalik uzun bo'lsin, shunchalik seg'inman. Shu videoni ko'rib, mush cho'nglar isim gap yig'lab ketdim. Undan keyin shu mehr-muhabbatga to'lgan bu insoniyatdan ta'sirlanib yig'lab ketdim. Undan keyin shundoq go'zal kuyimchan, mushta esil ruh hissiyatni barpo qilgan Xudoyim tursa, shularga qanoat qilmay, yana shu odamlar bir-birini qaslab, kichik narsa bodlarni qaslab, qilgan shu bir-birini qaslab, shuning ochig'im kelib, shuning qarta yig'ildim. Ishqa pekçik o'ylab ketdim videoni ko'ribchi. Instagram chiqarib qo'ydim, agar ko'rsanglar bo'ldi. Shu if I have a chance, I will make the English. I will make live stream in English. I don't know you speak English or not. So now I'm making a video in my language, the Uyghur language. Nope, Uyghur language is one of the beautiful language on earth. So let me continue, and then I will. No, I will do
English versions. So shuni oldim. Ondan keyin boshqa vaqaliklar bo'ldi. Unga Amerikadagi ba'zi muhim xabarlar bo'ldi. Mush sabablik shularga thank you. Rahmat. Shularni deb qo'ydim. Muhim xabarlarning biri shu chiriklashgan shu sotninki ba'ziligi razil qotillarni qo'yayotganligini debdi. Uning yana bir bilib deyman. Demak, o'g'lim Amerikadagi xalqlar unga mening tilim bo'lgan Uyg'ur xalqimiz bexatarlik diqqat qilaylik, bolalarimizga ko'p bolarimizga ko'p ko'z quloq bo'laylik. Razil odamlarni qo'yibdi. Shunga achchig'im gap ularning biri bo'lgan odamning ko'nglini shunchalik og'ritadigan bir voqea bo'libdi. Bir desam shu ichim kuydi-da. Lekin demaytsam yo'q. Bugungi men olgan shu eng nachar xabarning biri. Shu 16 yoshimki yashini unutib qoldim, bir qiz shtasi bilan Amerikaga yaxshi turmush uchun kelibdi. Ko'chman bo'lib kelibdi. Lekin Xudoyim shu xabarning yolg'on bo'lishini pek umid qilmayman. Ko'ngillarni yerim qilgan bo'lsa-mu, ammo demay amal yo'q, chunki xabarlarni anglab turgan yaxshi, diqqat qilgan yaxshi, unga mush orqali biz nima ishlarga ko'z quloq bilganimiz yaxshi-da. Eskartish, ogohlantirish bo'ldi-da. Shundan u qizning dadasidan turibdi, apasining to'g'ri xabari yo'q. Endi butun voqeaning nimasiga qaraganda apasi haqchan yo'q. Shundan u qizlar bu yerga dadasidan nima qilib kelibdi, yaxshi turmush uchun kelibdi, ammo dadasi tarafidan shu doktorlarning tekshirishicha 4 soatlik bosqinchilik uchrabdi. Dadasi qarshi yoshda qildi. Ondan keyin bu qizlarni doktorxonaga shu tog'isi qon bo'yalgan bu qizni dadasi doktorxonaga boribdi, apasi. Doktorlar tekshirib shu qizlarning ahvolini soqchilarga ma'lum qilib, undan bu qizlarmi jur'atli bo'lib bo'lgan voqeani debdi. Soqchilarga doktorxonaga hamsiga debdi. Shundan bu doktorlar DNA'ni tekshirib, amiyani tekshirib qilsa, qizning deganlari butunlay to'g'ri. Haqiqat. Shundan bu qizlarning shundan bu delo turg'izilibdi, ammo bu qizlar mushib dadilimga og'riqsizliklar u bularga chidamay bo'lib dad tutsa. Shundan qilgan askilik, razilligi yatadan bo'znimday. O'zining dadisi. Lekin bu qizlar alamga og'riqlarga xo'rliq chidamay o'zini o'ltiribdi. O'ltirgandan keyin bu qanday bo'lib desanglar, odamning texmi g'azabini keltiradigan yeri bu qiz tugab ketgandan keyin buni shu sudliklar endi bu ziyankesh uchirg'uchi sudda isbotlab ko'rsamaydi deb bu nimani to'xtatib qo'yib odamni qo'yibdi. Razil eshakni qo'yibdi. Dastlab tilaysam bo'ldimdi uni to'rnimi buzmay. Lekin o'zimcha qabul qilgan tilanda da bo'lay. Bu razil eshakni qo'yibdi shundan. Hozirgacha bu erkinga. Bu ishplos o'zining jonjigar qiziga qila olgan ishni har qanday odamga qila oladi aniqlar. O'zining ishplos mehnat nafsini qondirish uchun har qanday odam qila oladi. O'zining qiziga ashuncha qilgan ekan. Shunga Amerikadagilar bexatarlikka diqqat qilaylik. Bu 20 milliondan ortiq qonun kuchmanlar kirib bularni ko'pincha ashtaq mehnat musharazil ishplos jinoyatlar bo'lgan ekan. Azdak bu qonun kuchman deyilmabdi, qonun kuchman bo'lishi mumkin. Shularga diqqat qilaylik. Mushlar butun Amerikani har yerda singib kiriklik. Ko'pincha tutdi, ko'pincha chikatdi, ammo yana 10 million ortiq yani qo'yamiz. Amerikaning ichiga singib kirib ketgan. Shu Amerikadagi xalqimiz bexatarlik cho'qim diqqat qilaylik.
atrofdagi do'stlarni, tuqqanlarni hammasi eskartib turayli. Burunqidek kichik bola qarmaydigan ilqi 24 soat qaramasin bo'lgan, qo'shnilarda, ko'ch-ko'ylarda o'ynasin bo'lgan, kechlari kash kirsin bo'lgan unda zaman ketdi, yo'qoldi. Bexatarlikka qat'iy diqqat qilaylik. Bolalarimiz cho'qim ko'z quloq bo'laydi. Amalimiz yo'q. Yerib ketsekmi, charchab ketsekmi, bolamizga shu butun diqqat e'tiborimiz bilan, unga o'zimiz bilan bechora shu narsada gunohsiz ayollar, xonim-qizlar, bolalar diqqat qilaylik, ayollar diqqat qilaylik, o'zimiz hammamiz. İşbaz rezil cinayetçi, menet poxlağa uçak qamsın, Xudam saqlasın, hər uçak qamsın. Bu bir, onki yana bir xabar, yana bir nimada deb qo'y dedim. Shu mening amdi qonunni o'zchiligim ishda taqotuq bo'lgan ekan. Onki may kompyuterim ishlatmay, telefon ishlatdim. Bugun shunga mazmun qarab turib kelmayapman. Lekin esimda bor mazmunlarni deyman. Onki zerikatlar yansam yana shu xosligim bo'lgan ekan. Ishda taqotuq erkin mazmunlar xil-sarxil. Ashlar qarta o'zimni ko'z qarshini qo'yib turib deymanda. Yana bir mazmunda shu jaqqa bilan degilmaydi, ishqib o'yinib turib gap qilsam bo'lmaydi. Mau jaqqa bilan o'ylashib demsak, yana ashtaq nima uchrab ketgan gap o'sha aqaratlarga, qog'oshlarga o'xshab ketgan gap. Şu o'ylanayotmanda qanday deyish kerak bir gaplarni shu to'g'ri tushuntirish uchun xalqimizning ideyasini bo'lib yoshlarning Uyg'urning kelgusi bo'lgan, hozir va kelgusi bo'lgan o'sha yoshlarning ideyasi ichishda qanday qanchada ularni ideyasini qanday qilib oshqil bo'ldi. Ularning shu qatmalashib ketgan, qaymoqib ketgan nimasini qanday oshqil bo'lishini ular deymiz. Ularning og'ziga ketmay gapni xato tushansizlar yoki xohlamasizlar yoki o'shko'zlar yoki qarshi chiqsizlar tilab tushunaman ekan ularning og'ziga qanchada gap sepmay qanchada to'g'ri yo'llar to'g'ri gaplar bilan shu xalqimizning zehni oshqil bo'ldi mush to'g'rilikni o'ylashmasam bo'lmaydi chunki har qism mazmun ishlasam yoki boshqalarning men to'g'ri deb qaragan yoki men ochig'im kelgan yoki mushta man xohlagan men ko'pincha vaqtlarda shu haqiqatlarni bakrak nim qilma adolatni bakrak yoqlayman mehr muhabbatni bakrak tashviqot qilman oq ko'ngilni tashviqot qilman aqliyatni tashviqot qilman tinchlikni omonlikni tashviqot qilman mushta mazmun ishlagan vaqtimda mushunga munosabatli bo'lgan hamda xalqimiz albatta mush uyg'ur qirg'inchiligini oshkorlash yoki oshni dunyoga tunishtirish degandek o'sha nurg'un mazmunlarni qilgan vaqtimda mush munosabatli bo'lgan mazmunlarni qilgan vaqtimda shu kichkina mazmunlar xalqlarning tang to'g'ri deb kelsa ammo ba'zi nodon yoshlarimizdan pishqam qilib ketgan og'zi ichislar tilab chiqib ketadi xuddi somalilik ayolninki bir xalqlar qilib bo'lgan hajriy rasmini chiqarib qo'yib chiqarib nima qilibdika unaqa mazmunga mush ayol chiqdi degan chog'da chiqardigan vaqtida chiroy deb chiqarib qo'yibdika shuni man uni bahlab qo'ysam unaqa gap qilgan xalqlar bor nodon yosh aqcha o'zi kimligini bildi chakinlik deb chiqarib qo'yibdika unaqa gap qaytardim chunki bu ular chakinlar deb so'zlasa ular yaxsizliklarni da'vatman deb bizni da'vatdi biz chakin ekanmiz man va boshqa o'sha haqiqat ichayotgan xalqlarning ko'nglini ko'zini ichish uchun tirishayotgan shu mushtahaqasonlarning eski emas nodon yoshlarning shu tillashlari haqoratlari va tahdidlashlari hatto ashlarga chidab turib xalqning ko'zini ichish uchun har xil mazmunlarni yo'llab olsak ashta qilayotgan yoshlarning birida ashtalar chidab turib qilyapmizda shu ishlarni qilayotgan bizlar chakin ekanmiz shular u aqchan ko'rsangiz aqchan bildingiz kimni da'vatqanligimni bizlarga chakin emas shu ayol va shundoq chiriklikka to'shab ketgan odamlar chakina u somaliklar ya'ni
qonunliq keldi, qonunsiz keldi, bakchaq, ularning ko'pincha jinoyatchi chiqibdi. Kechiringlar, uningdagi bularning xurofot, chirikligi shunchalik oshkorlandiki, u Nextly deydigan Aralni 20 yoshlik mustaqil jurnalist, muxbir shu izlab yurib, shu Somalilarning Minnesota shtatidagi Somalilarning shunda cho'ng chirikligini oshkorladi. Chirikligi hozir milliardga oshdi hozir. Shunga qandaq biz chekini bo'ldi. Shu ayol va shu ayol kongressda Ilham Omar degan Somalilik Amerikalik ko'chman ayol qandaqsa kongress kirib ashnaqa aqlmayran, qandaqsa hukumat o'rniga kirib ashnaqa aqlmayran, qandaqsa texchishadi ba, shunaqa aqlmayran. Shunda chiriklikka u ashta chiriklikni yoqlaydigan, o'zimi chirik iniqla. Onunkin shu deydigan ochiq hatta mushta esil davlatda turib esil davlat oshkora deylaydi. Biz Amerikaning hukumat ishlab turib Amerika xalqining manfaatini ko'rsatma, Somalilarla manfaatini ko'rsatma deydigan iniq gapi bor shu Amerikalamchu. Shunga endi uningdagi shu Nextly degan 20 yoshlik danliq ketdi, chunki haqiqatan shu CNN, ahmoq saxt xabarlarning muxbirlari oshkorlamagan nurg'un shu shirkatlarni hatto nurg'un masalan saqchi organlarmi mushta shirkatlarni qildi oshliq qilamagan nurg'un shirkatlarni oshkorlab chiqdi-da. Milliardga yetdi shu Somalilarning o'zining hozir u bola shu Florida, Kaliforniyaga berib Kaliforniyaniki chiriklikni tekshiradi, lekin hozir nima bo'ldi desanglar shu Kaliforniyada boshlab qo'yman shu hukumat Kaliforniya shtatining shtat boshlig'i u deyman shu boshlabdi bir harakatni Nextlyga qarshi turish harakatini boshladi. Bu nimani bildirdi shu iniqlar sen bu yerga keldi chiriklikni oshkorlasa shundan bizning chirikligimizni oshkorlashga qarshi turamiz deb iniq qilganimda ajoyib bu demokratlar shunda adam axlatmaydi shu butun dunyoni dötlab jag'lamdi ish qilib ya balkim ba'da uning shu demokratlarning sodiq agashuvchilari ular shu buzayotgan beshni qamoq turibdi shu so'zlar agashib boshla deb yuradi. Shuna ma Somali ayol keladi. Shuna bu ayolninki qanday chiriklikni Minnesota'da shu aqcha bildinglar. Sizlarmi oldin qili mumkin shu ayol boshida shunda oshkorlatdi. Somalilarning turgan shu turishliqligi rayon turgan rayonda to'plashib turgan rayonda shu bir moncha nima bor ekanlar shu yaslilar bor ekan. Hukumatdan millionlab mablag' oldigan yaslilar bor ekan. Shular bu qarsa bu yaslining teshida ya mashina izlari yo'q, odam izlari yo'q, bolalarning putlari izlari yo'q, hech nima yo'q. Shular bilan bu izlab boqayda bir so'rab kirib chiqib ammani nima qanchada shundoq shu hammasi qo'yma ko'pincha. Hammasi ya. Yana bir qarab boqay, ammo sizlarni qarab boqsanglar bo'ldi, o'sha ahvollar intayin dang'ib ketdi u xabarlar. Bu yaslilarning ichi quruq. Millionlab mablag' oldigan hukumat o'sha yaslilarda birmi bola yo'q. Ichida ichi quruq. Bir ikki odam bakka biroz cheksimda gap qo'ydigan, unga ichiga kirib qo'ymay, ichi qarz jimjit ya nima yo'q, qorong'u. Ashta bu nima shunda mablag' oldida ashla. Nima degan chiriklik? Mushu chaqinliqku biz jafo tortib hammamiz bosh to'laymiz, bosh pulimizni shu milliardlab yiliga necha million aldan necha lav ketdi unga milliardlab ham bir yasamasa bir muncha yaslilar ashtakanda ashla ilib yanchuqtiqda qarsa bir bol yo'q hammasi bika kelgan pulda u bu Amerikaning bir tarixidagi bir g'oya so'rin deymiz. Chiriklik bu. Vahshiy dang'ich ketdi, sizlar unda ko'rib qo'yganlar shuni ahvolni tafsilotini bilsizlar shunda. Men aqchan bilmagan ahvolni topaolaysizlar aqchan. Uningki bu uning ashya turgan Somalilarning yana nima chirikligi bo'lsanglar, ba'zilari shu Amerikaning kambag'allar bilan pullar bor. Uningki ma ko'chmanlarga bergan yordam pullar bor. Amaliyotda shu oshqolganlarga bergan pullarmi bor, bir muncha
bu Somalilar oyoqdan bekor pul oldi ekan. Xizmatim yo'q, bu bolarim yoki ashqabliqqa talab qilib turib hukumatni bir muncha pul oldi ekan. Ondan keyin Somalilarning o'sha har xil markalar bor ekan. Shu markalarda ishlaydi ekan soatiga 15-20 dollarni. Qo'shlab pul oldi ekan. Ko'rinishlarda shu mehnat qilmoq unga kambag'al ko'rinadi, ammo yanchiqi to'liq liqqaning pul. Oshim xurab, oshim chiriklik mana. Shu nima degan shu 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 oshni men beklab qo'ysam, sizlarga shakilli u yog'in xabarlarga undan bunday qilmang deb. Yog'in xabarlar bo'lsa isbotlang. Ma xabar dahshat xabarlab ketdi. A bola nechtalaydigan bola dahshat chiriklikni chiqaryapti. Onun apısımı yaxşı muhbirlik qildi, mustaqil jurnalist qilib nim qildi bu ana bola ishkisi shunda yaxshi xizmatlar qilib shunda to'p bilan qo'shatdi. Shularning o'zi shu butunligi CNN, BBC'lardimi ishlar shularning qilayotgan ishlari. Onunki bu ishkisi ashta qiliq uchun onunki bir muncha shu hozirgacha shu bilan bexatarlik takdir uchradi. O'sha jamiyatdan bo'ljig'ib qilsa bexatarlik battal ishkata odamni tepib pul berib o'zini bexatarlikni qo'g'dimsa shu ma bir xabar bilib qo'ying siz agar bizni chaqinlar degan ukash Muşta xabar. Agar siz ba'zi mazmunlarni masalan biz taqatgan ba'zi mazmunlarni masalan men taqatgan ba'zi mazmunlarga qarshi tursangiz, o'sh ko'rsangiz, yoqtirmagan bo'lsangiz, asosingizni qo'ying. Undan keyin izlaning. Hada mahata gapingiz yoki apash. Qancha ishqingiz uqmayman. Qirib men bir yerbadim qirib. Ma gapingiz xato, ma xabaringiz xato xabarni taqatmang chunki ma u manbasiga ma xato. Yo'qimsa sizning deganlaringiz munda deb qo'ying. Dahshat qarshi olmayman. Biz pitchat analiz qilib adablik so'qashsaqmi bir-birimizga haqorat qilmaymi? Munozirlash qilib tamoman bo'ladi. Uniki u bo'lma debdi, yana bir gapimni javob qilib qo'ya shunaqa. Yana bir gap debdi, voy u ko'chmalar sizmi ko'chma u ko'chmalarga nim qilib ketmang. Unda deb ketishni g'ashti yo'q debsiz. Hammamiz ko'chmag'on nimadir. Albatta hammamiz ko'chman. Bu yerda birsini kamsitib o'qigan ish yo'q. Kechiringlar. Bu yerga gap shu bu Amerikada shu demokratlarning va ularning millionlab mablag' silib, milliardlab mablag' silib yag'in xabar taqdigan saxtalarning hammasi shu Iroqchi bu shu Amerikani xalqini yag'in ko'rsatganlar shu qilib, mumkin dunyoni, Amerikani ishki jihatni, tashqi jihatni shu biladiganlar bir razil kishilar. Amaliyotda Amerikada qanday desanglar qonun xilab ish qilmasangiz, boshqa bika qilmasangiz, adab axloqli bo'lsangiz, o'zingiz bilsangiz, haqni ish qilib aralashmasangiz, jinoyat o'tkazmasangiz, hech kim kasmaydi. Jaboliq ishlab, halol ishlab, o'zingizning turmushini kechirib qilsangiz, mumkin ijtimoiy aloqada yaxshi adablik bilan shu boshlarga muomala qilsangiz, o'zaro nim qilsangiz, ijtimoiy aloqangiz yaxshi bo'ldi, hech kim kamsitmaydi sizni. Ashunda shu nacha Somalilardek kirilib chirklik bo'tgan boshqa eski musulmonlardek miya kavlib miyaga o'lim deb baqirib to'lab qilgan miyani egilab ketmiz deydigan erkin dunyo kavlib shu har jinoyatchilar o'zini xalqini qilib olgan so'qinib kirgan jinoyatchilar o'zini xalqini qilib olgan yerliklarga nim qilgan ashta sarang qapoq iflos razil ko'chmanlar butun dunyodagi ko'chmanlarning nom yuzini tushiradigan shular. O'zining eski nacharligi bilan kamsik tushirsa, ziyonkashga uchirg'ichi bo'la oldiganlar. Qamlashmagan. Xalqimiz, yoshlarimiz, Uyg'urning kelgusi bo'lgan, hoziri va kelgusi bo'lgan jinim yoshlar diqqatinglarni to'g'ri yerga ishlatib, to'g'ri yerga markazlashtirib, saxtalarni ko'rib emay.
Rost xabarlarni ko'rib qo'yinglar yoki bir xabarni ham ko'raymi, ko'p manbalarni izlab ko'rib boqinglar, farqi chiqadi. Farqi nimada? Ko'rgan vaqtinglarda uning ideyalar ichilazroq, asli mundamya. Ma xabar mundaq deyibdiki, asli ma xabar mundaq ekan yoki adam mundaq deydi, ma adam mundaq deydi. Unda bo'lsa bu har xil variant chiqarganliklar cho'qim bu masalaning rostligida masala bor deb o'ylaninglar. Aslında qanchada ko'p taraflama mazmunlarni ko'rgan chog'da andin to'g'ri xatoligini bayqayalasizlar, haqni ayriyalasizlar. Kechiringlar, qiyranchada tilga kirib. Ashta qilalganchada bir ishlarning to'g'ri xatoligini bilalasizlar. Ong yetildi. Ong yetilsa, ong ichilsa, zehn ichilsa, andin bir ishlarni abdi basharasini oldiganini ko'ralasizlar, askamonligini ko'ralasizlar, rostiyalganligini. Onunki to'g'ri analiz qilalasizlar. To'g'ri analiz qilalgandan keyin hammamiz birga kelalaymiz. Birga kelib, asli mundaki axataki bo'pti, mani bilolayli, anasi maqadaroq deb o'tirib qo'yib, bo'lishiga birlashalaymiz. Bo'lishiga shu yo'l topalaymiz, bizning aqliy nishonimizga yo'l topa olsak, birga kelalsak, yo'llar tas tepildi. Har xil yo'llar tepildi. Onunki mush yo'llarni pichitlarni tanlab mumkin mangdigan gap. Bir-birimiz әкші, bir-birimiz so'rab, birimiz keyni qalsa, bir-birimiz qo'llab, so'rab tatib, birlikka kelib, andan bir ish vujud chiqarib bo'ldi. Agar bunday qilmasang, menga bir ish vujud chiqmaydi. Menga shu qulluqning, qirg'inchilikning ang qulluqi qulluq bo'lib o'tib ketamiz. Menga mush o'tib ketdi. Hargiz ahvolimiz yaxshilanmaydi. Oy, yurtimizda tilda umid qolmadi shunaqa. Chet elda biz mushta ushshoqchilik nimalarni tilni saqlayapmiz. Shunaqa bo'lsin, qo'llab-quvvatlash kerak. Sizlar qilinglar, mazmunlar cheklimi yo'q. Onunkin men degandek shu ong ichilsin, zehn ichilsin, zehn ichilmaguncha biz hech qanday ishni vujudga keltira olmaymiz. Biz qiyib bilamiz bo'pti. Lekin umida cho'qim sizlarga yoshlar tashlatgim yo'q. Men o'z kuchim chiqaray deb davomli mazmun ishlatmayman. To'xtamay davatmayman. To'xtamay o'lmayman. Yurak bağlarım par bo'lib qirib ketayotganman, tez qirib ketayotganligimning sababi shu. Ozroq vijdon bo'lgan ekan. Lekin shu xalqimizning zehni qanday ochmas. Bo'lib yoshlarning sizlar hozir va kelgusi umid. Qancha sizlarning kallanlar ichilu. Ondan keyin ba'zilar meni dinsiz deb tilab ketganlar bor, chunki men eski musulmonlar attibashni oshkorlaydigan mazmun yoki video obunlarni chiqarib qo'ysam, endi men dinsizlab ketdim. Deb qo'yaman, dinsiz emas, dinni o'zgartdim, men o'zgartmayman. Ammo xato razilliklarni ochsaq, xatoligi bo'lsa isbotlanglar. Ularning o'zi og'zini chiqargan gaplar tursa, o'zining qotgan qiliqlar tursa, ashlarni ichib bersak, endi biz qadosi biz eski bo'lib qolmaymiz. Bir qancha ufqlarni bilan tunishdim, bir qancha ufqlarni ko'rib, ba'zilar shu eski musulmonlarning qiliqlarini chiqarsa, ba'zi yoshlarimizning shuncha qayqib ketibdiki, tang tomirlari degan oyojonli qoldirib bo'ldiqlab ketgan, yiqib degan, sen undaq qilding, bundaq qildinglar, sizlar uni qildinglar, dinga bundaq qildinglar deb so'zlab, oyojonli tillab qolib, mumkin bo'z qaslab, qarg'ab, boshlab ketganlar bor, to'rda urishdilar. Nega qarshi shu? O'ylaymanki, mushu yoshlar nimishqa o'tirib o'ylab boqmaydi. Hey, to'xtab tur, ma bola. Ma bu ag'in emas, yoki ma bola. Munda tapdi. Shuning qarta, men ko'z qarshimda day. Hey, mani xato deding, unda emas. Hamma musulmonlar aski emas. Yoshim bor, askirim bor. Debna deyish kerak. Endi men va u fikrimiz oshkorlanayotgani shu askiliklar, shu yaxshi bo'lsa, yaxshi musulmonlar bor, hammamiz bor mana. Qolgan yaxshi musulmonlar o'zining turmushida shu jimjit yashayotdi. Askilikni quvvatqanlarnikini chiqaradi. Shular qarta demamsizlar, aslimidagi deb. Yoki o'zining asosini qo'yinglar, shu o'zi chiqayotgan og'zini qayerga sifatlanlar, o'zi og'zini chiqayotgan shu razil gaplardan, quvvatgan qiliqlardan mush xabarlar bo'layotgan. Hatto o'zi ko'zinglarni ko'rayotgan shu qiliqlarni nochosini isbotlanlar xatoligini. Shunaqa. Onunki bu eski musulmonlarning kimning ochiq kelmaydi shu
qilayotgan ayollarga, kichik bolalarga bo'layotgan zulmlarni kim ochiq kelmaydi? Balkim shu sizlar yosh, nodon yoshlar dada bo'lmagan. Kelgi dada bo'lsanglar, onuniki bizlar. Lekin kalik o'ylamamdi deyman. Balalar degan Xudoyim bergan farishtalar, u shunchalik narsada. Ularni balalarni ziyankesh qilganning hammasi ya shu o'tir do'zax manda aniqlar. Xudoyim erkin tanlashni bergan, lekin mushta razil qilqlarni tanlagan shu ishplaslarga do'zaxni yaratib bergan Xudoyim. Ko'rgan kuni bor ularning oyoqda. Lekin miyada-chu, miyada adolat bo'lish kerak, sud bo'lish kerak, shunaqa. Qonun bor, lekin ba'zi qonun ashta birinchi mazmun, birinchi xabar degandek ashta razil demokratlarning so'chisi yaxshan. Ashta razillikni yoqlaydigan, ko'rolmaydigan, adolat bilan bildirmaydigan nimalar bor ekan shu. Ashtalarni ichib berdik shu. Onun için muşnağa münasebet kelgan birinde muş balla mening nazarimda shu ballarni cho'qim farzandlarni cho'qim bor kuch bilan har qanday yo'ldan cho'qim qo'dash kerak. Balalarga ziyonkashlik qilgan har qanday jinoyat qabul qilinmaydi. Har qanday jinoyat cho'qim jazolanish kerak. Do'zaxga aniqlar do'zax ular do'zax. Aniqlar, ammo bu dunyoda cho'qim nima qilish kerak, jazolash kerak aniqlar. Eğer ben prezident bo'lib qolsam, 5-10 yilgacha shunaqamni tugitman, chunki men qonun dahshatchan tutmanda o'chada o'g'didan o'gitib, qonunni vash o'gitib, ta'lim tarbiyani yaxshi qilib, jazoni qattiq qo'llab qilib, shu jazoni shu public ommaviy qilib, ko'sib turib, ma ishni qilsam, men o'zimni men mehnat nimamni qilsammay, men askilik qilsam kichik bolalarga munda bo'ldi ekan, men shunga o'zimni bosay deydigan holat kelgidek ashta qilib ommaviy jazolash ularni qayta o'ylangan aski jinoyat qilishdan burun qayta o'ylangan qildirdiman-da men. Xudoyim bersa bularimiz bir kun bo'lib qolsak, sit davlat degan tashqi qurdigan gap. Lekin bizdek haqaniyat yotlaydigan, xalqimiz o'ylaydigan, ona tilini o'ylaydigan, tirishib, bir kichikkina bo'lsin bir ishlarni qilayotgan bas kechmagan bizdeklar bilan qo'llaydigan odam yo'q. Tilab qo'yadigan, haqoratlaydigan, bo'ztiqqa qasmoqchi bo'lganlar to'shaq. Xuddi Charlie Kirk o'xshash Charlie Kirkdan shunchalik eslab olganda 30 yoshlik bika aytadi shuni nimada İkinci tüyekette şu qaslatida aşımış Amerikanın prezident bo'lgan bir kunlarda prezident bo'lgan bo'lalaydigan bo'lish eng tegishli bo'lgan bir yoshda aşının prezident bo'lib ketishini olmish uchun razil ishplaslar bir taraf qotgani. Onundan keyin balang deb bo'ldi ayollar, xonim qizlar. Mushlarga qilinayotgan mush eski musulmonlarning ishlari to'g'rimi? Sizlarcha ko'rib turamizku. O'zining mehnat nafsini bosolmagan ashlar ayollarni kontrol qilmoqchi. Kontrol qilib turibmi, shuncha o'rab turibmi, yana kontrol qilmaydi o'zini birimizni. Gerçi bir mo'j satgaplan qilayotgan bo'lishi mumkin, to'g'ri shunlar, to'g'ri emas qilsam amal yo'q, ammo kuchimning boricha tilmay ba'zi gaplarni dedim, ammo tilsam vahshiy tildim, undaqlarni tilmay dedim. Azroq adab tuz gap qilish iliqimiz. Tilmasdir shay. Şuna müştaqilım gap qo'ymuş ayollar bilan xonim qizlar. ayolni Xudoyim yondosh qilib yaratgan shunaqa. Bir jup qilib yaratgan shunaqa. Ulardan farzand turilib, butun bir oilani qursin deb isl yaratgan Xudoyim. Shunchalik inchiklik bilan shunchalik isl yaratgan. Har bir hayotlikni bo'lib insonlarni dahshat, isl, mo'jiza qilib yaratgan. Har bir mish yaratgan şey insan hayvan hamma narsa shu bo'shliqdaydi yulduz hamma narsa Xudoning mo'jizasi ajoyib esilmishda yaratgan. Lekin ayollarni topanasi yaratganmi? Nimishqa ayollarni shuncha qudratli qilib yaratdi? Hurmat qilsin, asirsin,
qo'g'disin deb yaratgan Xudoyim. Shunaqa dunyoni tug'di, butun insonlarni ayollardan keltirgan shu kishi hayvonotlardan, ayollardan tug'dan qilgan. Ayollarga ayol emas, ona bo'ldi. Shunaqa qiz, suyimli dadlarning qizlari, erkaklarning ayollari, mehribon ayollari, farzandlarning onasi, qudratlik, qadrlik, hurmatli ona bo'ldi. Mushta nurg'un salati bo'lgan, isil qilib yaratgan. Hargizmi erning tapınasida yaratmagan, jinsiy qulluq qilib yaratmagan. Agar haqiqiy mushu vijdoni bo'lgan endi ayollar, xonim qizlar, biz unga kichik bolalar biz ziyonkashlik uchrag'uchi 99%da. Haqiqiy mushu vijdoni bor erkak, mushu eski musulmonlar mushu ayollarga kichik bolalar qilayotgan ishlarni ko'rsa ochiq kelmamda. Mushunda qalamayotgan nacharlikni qo'llaydigan har qanday odam razil ish bilan o'z ashlarga o'xshash ish bilan. Qachon mushu odamlar uyg'onib, ayollarni, bolalarni qo'g'daydi, qo'g'digan vaqtda bor kishilar mushu razillik asta-asta yo'qaydi. Bular yo'qib o'zining mushta ish bilan razilligi yo'qib ketmasin deb o'zining shu o'rnini saqlab qolish uchun dindan foydalanib kichik bolalarning shu yoshlarning xalqning dunyoning ideyasini burun tortib mushuni ko'rib yetmadinglarmi? Qachonlar nagil qarsa xabar. Quloq ketdimi nimaga? Nagil qarsa xabar bosqinchilik. Vijdoninglar qaynamidimi, qonlaringlar nima qilib ketmadimi, qaynamay ketmadimi? Midlam qo'ymadim ya. Vijdoningni asqamdim ya, insonparvarlikni asqamdim ya. Ashundaq ish bilan razil odamlarning mayli musulmon bo'lsin, ashlarnikini oshkorlab beri ba'zi yoshlarimiz. Men oshkorlayman, xabar qilma, chunki mening ochchig'im keldi. Narsada gunohsiz ayollar va kichik bolalarni qiz o'g'il demay. Bo'zaq qilib yetmagandek soatlab, navbatlashib, to'plashib, hatto o'ltirib, pochpirat qilib kimning ochchig'i kelmaydi? Shundoqlarnikini men shu zehni ochiq yosh fuqaralarimizning ba'zi mazmunini ko'rib o'zim to'g'ri deb qaraganlarni baklayman, baklab unga ashlarning bahligandagi inkoslarni o'qib qo'yman. Shunchalik bishi qalqib ketgan yosh fuqarolarimiz, yoshlar shu fikrimizni tilab, andaq tilab, senden dinni düşkən adamlar. Allah'ın içip beriyotgani shu razil tarbi. Shu eski musulmonlar razil tarbi. Hergizmi ol din sulab ketgan Allah'a yoki Xudoyimga taqabul turib, bu qarshi chiqib qilgan narsa emas, inniqla yaxshi o'qinglar mazmunni. Kalla ochilsin-chu fiklar. Razillik deya razillik. Musulmon bo'lib qolsa pak bo'lib qolmaydi. Eski musulmonlar jiq to'shaq. Yaxshi ba'g'o iniqlar. Hristiyan har qanday dinda arsiz razilliklar bor. Qarsanlar shu yig'ib, nima qilsanlar shu cho'kilib mazmun nakidilgan shu arlarning shu yana shu maynat nafsga shu o'z boshqon maynat nafsini o'zi boshqarma shu kichik bolalarni, ayollarni shu o'rab qilgan. Unga qaysi bir inglizcha bir mazmun nima bor ekan? Shunday yozislar. Kichik 4-5 yoshlik og'zi so'zga bor kichik qizlarni butunlay o'rab qo'ygan. Unga o'qisal chiqib so'z ichib yeb qoldi. Ashunda shu videoni chiqarib ashunga birorliq mazmun qisdi, shu inglizcha. Shu bir kichik shu o'zining nafsi bosilmagan ishlar razilda o'zining nimasini bosamoy kichik bolaninki kichik shu narsa 4-5 yoshlik bola so'zga yeyotgan bolani o'rab qo'ygandan keyin qo'yganligi shu millatning shu dinni askar men tillab qazab chiqyapmanlar. Shu dinni qurol qilgan eski musulmonlarning, eski erlarning qandoqligini ichib berdi deb yozdi. To'g'ri?
Bu tema мәңгі tugmaydi innolar. Burunda da bazı iş var. Bütün şu tarix o bolan hamma ko'rib baxsalar şu rezil iş bilas amarlanmas islarlar bor. Rezil iş bilas mehnat tetiksiz mehnat şu erlarning şu nafsi basamay qotgan shirkan şu. Shuhrat paras. Mehnat shehvoni hissiyatni basamaydigan qapaq sarang mehnat rezillar. Shuhrat paraslar. Ashlarning şu o'yinigan şu boshlarni dindan foydalanib ayollarni, kichik bolalarni nadan qapaq dada cho'nglarni bekasini qaymoq turib shu boshqa shu kontrol qilishgan shu o'zining manfaati uchunlar, pul uchun, o'zining shu mehnat manfaati uchunlar. Ba'zi videolarmi bor yog'in bo'lsa man xo'shib kutman isbotlangan yog'inligini. Narsiz qizlarni sotadigan pul uchun yoki bo'lmasa shu alchiga beradigan. Qandaq dada ayollarni o'rni yo'q-ku, shu ayollarni demay. Qandaq dada avu, qandaq ishplas dada avu. O'zining jon jigar qizini, kichikning qizini shu qirib ketgan shu mehnatni shu nimalarga berdigan, erga berdigan, xotinga berdigan. Shu kichik narsa, kichik qizlar shu kunda yurida bosan shushab Muşnunğa her qandaq vicdanı bir mayli her qandaq dindi bo'lsin, har qandaq millat bo'lsin, vicdanı bir bo'lgan qaynamamda, qininglar qaynamamda, achchig'inglar kamamda. Biz dinsizlashib ketmoqda mushtaq razil ishboslarning abdibashisi oshkorlaganchada va bahliganchada biz dinsizlashib ketmoqdik. Biliminglar, men deb qo'yay, biliminglar qanchalik ko'p bo'lsa, qancha o'rgansanglar, biliminglar qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik dana bo'lsizlar, qancha dana bo'lgan sari sizlar xudoyimsizlar. Chunki mushundaq mo'jizlarni ko'rib, biliminglar oshgan sari mush mo'jizlarni yaratgan xudoyimga shunchalik qoyil bo'lsizlar, shunchalik xudoga ishonsizlar. Amaliyotda xudo ishonsizlar. Qolgan mushu hamma dramalar, askar razillik ishboslar, yoki ba'zi go'zal suyimli bu narsalar, mushu dramalarning hammasini insonlarning qiliqlari, insonlarning arsida bo'layotgan ishlar. U xudoyim Allah u bu narsalardan emas, xudoyim meni tilab ketmanglar dedi, ochig'imda o'tmam dedi. Bu gaplarni xato qilib ketqasizlar, chiqib ketmanglar, gapim tushuninglar. Esl xudoyim bilan aloqasi yo'q. İnsanlarning orsidagi bo'layotgan bitta razillik bular. Kim do'zax kirdi, bu kirdi, u bilan xudoyim o'zi belgilab do'zax bilan jannat yaratgan. Amma mavu yer sharida bo'layotgan ishlar hammasi mush ishplas odamlarning, razil insonlarning qapoq tilida to'xtatma, ochig'imda o'tmanglar bunday. Razil arlarning ishlari shunaqa. Şun xudoyim bekor yaratgan do'zaxni. Ammo shunchalik esliki xudoyim erkin tanlash huquqini berganda, tanlash huquqi insonda. Askillikni tanlab turib qo'yotgan ashu razillarda. Shunga bu fikrlarimizning oshkorligini dal ashu insonlar hargizmi xudoyimga Allohga qarshi chiqib qolgan ishlar emas. Kepini ba'zi mazmun yozmalar hammasiga qo'shmayman men albatta. Ko'p, ammo men qo'shilganlarimni taqib qo'yman. Sizlar o'qinglar shu gaplarni. O'qib, o'ylaninglar boshda. Ishtiklar, sen dinsiz kelsa, Alloh bunda deysa, unda deysa, unda bunda deb chiqib ketmay, o'qib, tushunib, tushunmagan bo'lsalar savol so'rab, ilmiy munozara qilinglar. Til xudoyimni o'rni talashmaysa, aniga kirsa do'st qiybati qo'y demay, u xudoyimning ishi sizlarni huquqinglarmi yo'q unda deydigan. Salohiyatinglar inniqli yo'q. Xudoyimning xizmatini talashmay, obdan o'yinlar xudoyim bergan kali bo'lgandan keyin xudoyim yaratishmani yarashlardan deydi-ku. Isliq qilib yaratgan mushu xudoyimga yuz qilib, minglarni ishlatib, o'yinlar boshda. Onun keyin men dedim, shu yana bir fikrimiz, shu og'zida islam qaqshaydigan fikrimiz dedim men. Nimanda shu mushu eski arablarning, eski turklarning yaxshi aniqlar. Eski musulmonlarning hatto shu gap qilish xo'y mijozlarimiz singib ketdi desa, bizlar kechiringlar, bizlarga shu
ular o'zining iliqi manfaatiga yoki bo'lmasa o'zining razlik oshkorlab ketsa yoki bo'lmasa o'zining shu nozik insonlarga teng tang tegib ketsa gaplar og'zi ichilsa tillaydi ichilsa haqorat qildi qaslaydi qarg'aydi qaslaydi bizning uyg'ur xalqida bir axloq uyg'ur axloqi shunday go'zal ham bor hali ham bor deb qarayman man lekin shu yo'qolib ketdi ashumi qamoq turli boshlandi yoshlarning qalbi ashumu ang aqlli uyg'ur axloqimi yo'qolib ketdi bu yoshlarda agar bunday ketaversa qanday bo'ldi uyg'ur yo'qaydi aniqla hech bo'lmaganchida xalqimiz yoshlarimiz aqlli axloq uyg'ur axloqini bo'lsin saqlab qolaylik bek ochig'ingiz gap kelsa ma fikrlarga bek zig'irlab ketganlar bo'lsa og'zini ichilsa tilab tushib ketmay haqoratlab ketmay parangiz ilmiy suhbatlashinglar man gapingga qat'iy qarshi chunki manda deyiladigan bir holga kelaylik og'zi ichilsa anda tilab ketmay cho'shiq to'ng'iz yoki dinsiz anda tilab ketmay kallani ishlataylikchu uyg'ur axloqi saqlanib qolsin mushtaq ashla to'rda mushtaq taqit so'zlab bir birini tilab og'zi ichilsa anda uyg'urlarning yuzi to'kilmamda butun to'rda uyg'urlarning yuzini to'katdi ashlarning shu man jiqqa bilan demayman bu toza tilayapmanmi lekin axloq bo'lsin xalqimiz kechiringlar tilib qoldim to'g'ri shu narsalar gapimning asos mazmuni shu yoshlar bo'libmi yoshlar zehnimiz ochaylik xudoim bergan makalini xudoim yuz qilaylik minnatdor bilan yuz qilaylik bizni shuni esli yaratib butun koinot shuni esli yaratdi shu yaratgan esli koinotni insonlarni bir birini ziyonkashlik qilmaylik zehni ichib obdan o'ylanib masala qandayroq masala mening qarshi turgan ma'vu asoslarim bilan qarshi turmay bundoq ilmiy suhbatlashaylik bomba etishib ketmay bir-birimizni qasishib ketmay so'qishib ketmay itishib ketmay tilishib tatlab tushmay ketmay shunda razil qilamigan boshqa o'tamasak bizda umr yo'q chunki bu boshqa o'tamasak mangu bir yo'l topolmaymiz xalqimiz uchun uyg'urligini kimligini qutqizish uchun ona tilimizni qutqizish uchun saqlab qolish uchun ochiq kulgan mavo shu asos mazmun shu haqiqiy xudoga ishoninglar xudoga yuz qilinglar xudoim bergan qonni ishlatinglar zoy qilmanglar uyg'ur axloqiga diqqat qilaylik uyg'urlarning yuzini tushamaylik o'zinglarning nachar qiliqlari bilan o'rganib olgan sig'ib ketgan shu nachar nimalar va huylar bilan qaytaylik uyg'urimizning asl an'anamiz bor asl axloqimiz bor asl madaniyatimiz bor kechiringlar shu islom dinini qabul qilgan chog'dami shu bir hukumimizning bir asl gapi esim chiqmaydi islom dinini qabul qilgan vaqtimizmi islom dinini o'zimizning nimasiga o'zlashtirib shunday bir go'zal din barliq keltirdiq bizga madaniyatni diniy madaniyat bo'lsin keltirdik deb yozgan bor chunki burunlardan biz unda bu ketmagan arabcha ketmagan din kirdi lekin e'tiqod kirdi lekin o'zimizning milliy nimamizni saqlab qolgan biz xoslikni saqlab qolgan o'zimizning milliy urf odatlarimiz bilan yo'g'irib billah shu sabablardan birimi shu man o'zgartmayman ammo arab bo'lib ketmayman man din o'xshash bo'lganlik uchunlar aqlli shu asl madaniyatimiz saqlab qolsin asl urf odatlarimiz saqlab qolsin hurmat bizda shu cho'nglarning shu hurmat saqlab qolaylik bolalarda qo'yay achchig'imni deb taqat qilib ketdi chunki mazmunni boshlamsizlam shu azobliq xabarlar bilan boshladim chunki nima amal yo'q chunki bexatarlik diqqat qilmasak mayli amerikadami bor uyg'urlar bek oz bo'lsinmi bor bexatarlik diqqat qilaylik shu ishbiloz razillar shu razil so'chlar qo'yayotgan shu razil jinoyatchilar yuriydi shu atrofda unga qonunsiz shu
Rezil şu kanus düşmanlar köpünsüz cinayetçi. Özünü qısa maydan qapaq saramsılar demek bo'ldi. Aşı birimlar Amerika işi kirishib ketgan. Xudam saqlab biz ushlab qolmasin, Xudam saqlab bizning bolalarimiz ushlab qolmasin. Bek diqqat qilaylik. Bek vahshiyga qaytgan bo'lsam, to'g'ri kechirim so'rayman. Eg'ir kelib ketgan bo'lsa, ko'ngillar kelib ketgan bo'lsa, chiroq chidanglar. Ondan keyin gapim qarshi chiqsanglar, chiroq chidanglar. Misha to'xta 50 minut bo'pti, bu qitim xilla yaxshiladim deb o'ylayman. Chunki gaplarni liq-liq deyaldim. Yana nurg'un gaplarni deyamdan, lekin men o'qiyman, rasqasi ushlab ketamanki deb bek liq-liq gaplarni qo'yasam deb, lekin shu miltimizga bo'lgan, uyg'urligimizga bo'lgan, tilimizga bo'lgan vijdon g'urur meniki qo'rqinchni besib tushib deyarlilik narsani deyapman ish qilib. Shunga xalqimiz yo'qolib ketmayli, yo'qolib ketmayli. Oyoqda yo'q tutdi qirib. Bu yoqda ishimiz bir-birimizni yo'qotmayli. Inoq ittifoq o'tayli, gapsiz diqqat qilaylik, aqlli Uyg'ur axloqini hargiz yo'qotmayli. Yuz kelaylik ota-onalarimizga, bovlarimizga, ajdodlarimizga, Uyg'ur davlatini tunji qurgan o'sha ajdodlarimizga yuz kelaylik. Ondan keyin Xudoga yuz kelaylik. Xudoim bizni inson deganni shu muhabbatlik yaratgan. Qotqin askishlarning hammasi insoniyatning o'zi. Butun qilib chiqargan insoniyatning o'zi. Birlik kelaylik xalqimiz, birlik kelaylik zehn ochayli yoshlar. Men o'shlab ketsanglarmi? Agar mazmun yoqtirgan bo'lsangiz, baklab qo'yasiz, YouTube kanalimga akshib qo'yasiz. Meni cheklaydi, sizlar yordam qilib taqib qo'yasizlar mazmunlarni. Menga o'shlab ketmay, gapirim o'shagan bo'lsanglar, menga o'shlab ketmay, o'shagan mazmunni qarta inkoslarni yozinglar. Tilab ketmanglar, qag'ib ketmanglar. Yetidi. Qarg'ashlar, tilashlar. Bir-birimizni qaslab ketmaylik, shu mazmun o'xshama fikr farqi bo'lganlik uchunlar birimizni qaslatmaylik. Yedim azab ketyapmiz, yo'qolib ketyapmiz. İçimiz ağırsın özümüzge, xalqimiz içimiz ağırsın. Birlik. Uyg'unaylik xalqimiz, uyg'unaylik. Ondan keyin yana shu ota-ona bo'lganlar, bo'g'ishlar, ota-onalar, hammalar cho'qim farzandlarni bexatarlikka diqqat qilaylik, o'zinglarni bexatarlikka diqqat qilinglar. Bo'ldimsa, Xudo omonat.